sinfdoshingga uylansang. Vashina bo'lgan. Hurmat. Assalomu. Assalomu alaykum. Oy, Matam Masubet. Klasskom bo'lganmanda bilasani o'rganib qolganman. Hamma uydami? Adajon G'iyosov embalari bor. Kecha uyga kelmagan. Birita sansirama. Men yetmadimi 100 dollar berimi? Adajon embalari sababli ekan. Katta tanaffusga zvonok qachon chaladi? Nega? Men uy ishlaridan zerikib ketdim. Maktab sog'indim. Bugun dars 7 soat bo'ladi. Tanaffus yo'q. Ishni davom ettiring. Klasskom. Menga qara, nega qizlarning esdalik kundaligiga sevganingiz bormi degan savolga ha bosh harfi S deb qo'ygansa, a? Hep avvalambor sen meni sansirama. Men seni ering bo'laman, sindosh emas. Mayli, nega S deb yozib qo'ygansiz? Sindoshimiz Sarvarami, yo Sevinchmi, yo Sitormi, a? Kimdir chaqirdi? S yozgan ekanmanmi? Ha. O'sha san demoqchi bo'lganman. Voy, rostami? O'sha vaqtda ham yoqtirishingni bilardim. Ha, ketyapsan. Onamlarnikiga. Nimaga? 3 oy yoziq kanikul boshlandi-ku. Bora olmaysan 3 oylik kanikul oling. Nega? Chunki senga lager gaplashib qo'yganman. Qayerda? Mana, bizning uyda lager. Sinfdosh.